Muhammad Hasan Didu degan olim kishi bor, Mavritaniyalik, nihoyatda hofizlardan, katta hofizlardan. Qur'oni Karimni qiroatlarini hammasini yoddan biladi. U haligi oddiy hol ular uchun. Undan tashqari Sahih Buxoriy, Sahih Muslimni yoddan biladi. Undan tashqari yana minglab hadisni yoddan biladi, yana 50 ta fandan mutaxassis. O'sha 50 ta fandan mutaxassislikdan tashqari amakisining qasidasi 15 ming baytmikin, o'sha 15 ming baytni qasidani yoddan biladi. Yana yuzlab qasidalarni yoddan biladi. Bir kun muxbir so'rayapti: "Shayx Muhammad, siz qachon qanaqa qilib buncha narsani yodlab ulgurgansiz?" deb so'radi. Shunda u kishi aytdilarki, "Men o'z yurtimda, o'z shahrimda, qishlog'imda yolg'iz bir favqulodda chiqqan odam emasman. Menga o'xshagan mendan yaxshilar ham bor. Mana shunaqa Qur'onni ham yodlagan, hadisni ham yodlagan minglab, yana minglab baytni yodlaganlar ko'p bizda. Qanaqa qilib ulgursilar buncha narsani yodlab? Qanday bo'lishi mumkin?" deyuvdi. Aytdiki, bizga asosan yodlaydigan narsalarimizni onalar yodlatadi. Qur'onni onam yodlatgan. Gap chiroyliligini qarang. Dastlariga qozon o'choqda, oshxonada yurib yodlatgan. Qur'onni yodlatgan, siyratni yodlatgan, yana qisqa hadislarni yodlatgan onam bo'ladi. Bizni odatda, bizni yurtda deydi, bizda udim shuki, 10-11 yoshgacha onalar tarbiya qiladi. 11-12 yoshdan keyin tarbiyani otalar qo'lga oladi. O'sha 11 yoshgacha Qur'on, siyrat, hadisni va ko'p tilga oid qoidalarni onalarimiz yodlatadi. Abdulqodir Husayn keldi. Abdulqodir Husayn, biz u kishi arab tili bo'yicha nihoyatda katta mutaxassis. Tilni qanaqa qilib bunchalik zo'r o'rgangansiz desa, onam o'rgatgan. Onam tilga oid kitoblarni yodlagani uchun aylanib kelsak, sal noto'g'ri gapirsak to'xta. Esingdami hali qoida? Ha, ash qoidaga ko'ra gapirishik qilib tilimizni fasih qilgan onalar bo'ladi. Biz hozirgi davrda shunaqa onalarga muhtojmiz. Qur'onni yodlatadigan o'zi, hadisni yodlatadigan, ayrim kitoblarni yodlata oladigan, tashvishi ana shunday tarbiya, avlod tarbiya qilish bo'lgan onalarga muhtojmiz. Qosh ko'zdan oshmaydigan, visir gapdan to'xtamaydigan bo'lsak, unda biz barkamol avlod tayyorlamaymiz.